Bu üzümler bo'lsa, toypi bo'lsa, laliyay bo'lsa, laliyay ko'p hosil beradi. Toypi undan ham yaxshi hosil beradi. Bog'dorlik ishini ko'p qiladi va ziroat, ekinchilik ishlarini ko'p qiladilar. Modoiki ko'doy kimyo berilsa ularga yuz har xil mutavotir suvidan, ko'doy kimyodan uni boqib. Men hozir Xo'jag'oyib mantiqasigaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Alloh nomi bilan. Kimdir cho'ponlik bilan masruf, kimdirki dehqonlik bilan va chorvachilik bilan masruf va kimdirki bog'bonlik bilan masruf va kimdirki erta bilan uydan bir luqma noni halol topish uchun chiqadilar. Birorta do'kondorlik qiladi, bironta motor haydaydi, bironta qo'sh haydaydi, bironta g'aribchilik qiladi va hamma jumbandalar harakat qilayotganlar va xususan insonlar bir luqma non topish uchun erta bilan uylaridan chiqadilar. Va ijtimoidagi yashayotganlar ham mutavajjih bo'lsangiz, hamma insonlar bir tani qarang bu tomon ketayotibdi, bir tani qarang bu tomon ketadi, bironta baq ketayotibdi. Shu jihatlari muxtalif va muxtalif jihatlarga harakat qiladilar. Va hadaflari ham o'zlariga mushaxxasdir. Va hech kim va ikki kishi ham hadaflari, maromlari bir emas. Qadrli ko'ruvchilar, o'shandayki guzorishlarimizning idomasiga bugun ham sizlarga bir yoqimli va chiroyli guzorish uchun chiqdim. Jomamizni yashatganlari turli va muxtalif qishirlardan, cho'ponlardan, bog'dorlardan va dehqonlardan va bilimli kishilardan sizlarga men guzorish tahya qilaman va sizlarning xizmatlaringizga yana ham hozir bo'ldim. Umid qilamanki, bu guzorishimizni ham oxirigacha ko'ring va nazarlaringizni, peshnodlaringizni va komment orqali yozing bizga va kelasi barnomaga sizlarga ularni biz yana ham tasvirga chiqaramiz. Biz bilan bo'ling va bizni guzorishimizni ko'ring va safamizni share qiling, like qiling va komment yozing. Biz bilan bo'ling. Men hozir Xo'jasavzpo'sh tumanining Xo'jag'oyib yo Jimirsoy mantiqasiga qaror topdim. Bugun sizlarga bu mantiqadan bir go'zal va chiroyli guzorish tahya qilaman. Bu yerda mardumi yo bu yerda yashayotgan aholi bog'dorlik ishini ko'p qiladi va ziroat, ekinchilik ishlarini ko'p qiladilar. Yog'dan borib bilan suhbat qilaman va bog'dorlik ishi qanday yekadilar, sug'oradilar va kesadilar va bularning hosiloti boshqa mantiqalardan mutafovitlimi, farqlimi va qaysi fasllarga ishlaydi, qaysi fasllarga yana ham uzum omoda bo'ladi va qaysi fasllarga va qaysi oylarning ichiga bular ishga boshlaydi. Bizni faqat ta'qib qiling va biz bilan yo'ldosh bo'ling. keskanlikka berdik. Onu kesib atib biz. Bir o'zbekdagina havo nimaroq ekan. Bularni bog'da bo'lsa, o'yli qurug'ini yaxshi bollamasak, topib bo'lmaydi. Men mashinadan beri 60-65 ga kiribman yoshim. 20 yoshimdan beri shu bog'da men boqqonlik qilaman. Shu boqqa ishlayman. Ishim shu, tak kesaman,
jibasini tuzataman, bog'da qilaman. Hamma narsasini men shundoq qilaman. Ana shunday bir o'z endi tabi qushga nimaroq edi. Bo'lmasa, hatto bo'lsa yaxshi yo'lini, qurug'ini bilib, yaxshi odam oladi takini kesadi. Bu yuzimlar bo'lsa, toypi bo'lsa, laliyay bo'lsa, laliyay ko'p hosil beradi. Toypi undan ham yaxshi hosil beradi. Oq kishmish ham yaxshi hosil beradi. Hosil beradi, ulardan ko'proq toypi bilan laliya ko'proq hosil beradi. Nima ham oq kishmish ham yaxshi hosilni yaxshi beradi, kechroq abot bo'ladi. Toypi, laliya sen tez 3 yilga qolmay abot bo'ladi. Bular 4 yil, 5 yil davom etadi. Oq kishmish, qora kishmish bular bir raqam davom etadi. Farq qiladi o'zini nimasiga farq qiladi. Omoqqa nima qilmoqqa yuzimga farq qiladi. Bizda bo'lsa mana bunda tanasini g'avsha qilamiz. Tanasini g'avsha qilamiz, nimaga yeshitmaydi, tomirga yeshitmaydi, to'g'rayni g'avsha qilib, oq davomini qora davoni aralash qilib, o'sha g'avshaqning ichiga to'g'rayni g'avsha qilib, ko'rpoqqa aralash qilib, undan ustini ko'mamiz, ustidan suv qo'yib beramiz bizlar. Bir raqam qilamiz. Ana endi bundoq bu tozaki ko'ynaki tak, bu ko'ynadan bo'lgan toza takni yeksangiz ko'p yaxshi ko'karadi. Tozani qariroqdan, qari odam qarisa qanday bo'ladi? Ani bu ham qarini taki yeksangiz kechroq nima qiladi, ichiga qurug'i bor gapi bu. Navjavondikini nav takni yeksangiz tez abot bo'ladi. Yerdan chiqadi, tezlikka chiqib tez abot bo'ladi. Buldoz shu mantikaga biz kelganmiz, taqiqqani. Buni haysi bir asharchi yo ko'mak deysiz, shundoq ko'maklashgan kelganmiz. Taqiqish ham osonda ham mushkul buloqda shu taqiqqancha bir qumchaloq va qochib va azob beradi. Shuning uchun bir jamaykor kelyapmiz-ku, toyinki zarar eshittirmasa qo'llarimizga yoki badanimizga. Meni otim Domillo G'ulomsaxi. Bizlarning ishimiz mana shu dehqonkora, mana shu bog' omonatkor, mana shundoq ishimiz shundoqlarni ishlaymiz. Boshqa ish yo'q. Bekorlikdan, ana shu o'zimizni govunga uramiz, gomunga uramizki, zindaligimiz, ro'zgorimiz bir andoza faoliyat topsin. Men necha yil bo'ladi shu bog'lar bilan masrufman, bog' kesarga masrufman. Modoiki ko'doy kimyoviy berilsa ularga har xil mutavotir suvidan, ko'doy kimyodan uni boxabar bo'lsa ham bo'lgan nahoyiki borki, ba'zi narxlar ko'proq pundiki bordi, ular ko'proq hosil beradi, ba'zi narxlarga pundiki kamroqdi. Uzoqroq, masalan, erkakni deymiz, unga hosili kamroq bo'ladi. O'zi bir bosh ilo 2 bosh hosil qiladi, ko'proq qilmaydi u. Yoshda ko'proq obod bo'ladi, ko'proq pundiki ko'proq bo'lsa, o'shalar ko'proq tez obod bo'ladi. Masalan, ekishi uchun mana shu naqdi yerdagi odam qozadi, qozib keyin mana bu raqam qilib ekiladi. Shunday ekildimi, u to'ladi. Garchi bu uzun qilib qo'ysa ham bo'ladi. Uzun qilib qo'ysa, undan sonra bir ko'z, 2 ko'z, 3 ko'z yo 5 ko'zdan ko'karadi bu. Ko'kargandan shu 2 ko'zni, muhim shu 2 ko'zni qo'yish muhim, shu ikkala ko'zni. 2 ko'zni narxi ko'proq tez rusht ham qiladi, ham tezroq obod ham bo'ladi. Agar 5 naq 6 naqni qo'yib kelsak, bu rusht ham qilmaydi, uncha sari balang ham eshitmaydi, o'z hadafga eshitmaydi.